Hayat harekettir. Abduri Muhammed Yusuf. Hayat, hareket, tirişiş ve küreş demektir. Hayat, hareket bilanla özünü ifadalab turadi. Çünki hareket tiriklarning şuari, jimliq o'liklarning belgisidir. Hayat sudek eqib ketadi. Aqqan suni keyniga qaytarg'ili bo'lmagandek, hayotnimi orqaga qaytarg'ili bo'lmaydi. Eqib turgan süzük su ve pakiz turgandek hareket qilib turgan jisim saq ve jo'shqin turdi. Aqmaydigan su o'zining süzükligini, pakizligini yo'qotgandek, hareket qilmagan jisimmi o'zining saqliqini va harakatchanligini yo'qotib qo'ydi. Hayot bir narsalarga erishish yo'lida tirishish va intilish bilanla huzurliq va baxtlik o'tadi. Hayot qiyinchiliklarga qarshi kurash qilish bilanla ma'nilik o'tadi. Allah Taala insonning badanini harakat qiladigan va harakat qilish orqali o'zining saqliqini saqlaydigan qilib yaratgan. Allah Taalaning: "Ey inson, shaksizki sen Rabbingning oldiga borgan qadar jafoliq ishlaysan" degan so'zi buni ifodalaydi. Harakat qilish, tirishish va kurash qilish uchun yaratilgan bu inson badani harakatdan qolib qolsa, cho'qim uningdan chatoq chiqadi. Adam o'ltirmagan uyning suvoqlari tushib, tomlari ko'rimsiz bo'lib ketgandek, ishlatmagan pichoq todlashib, kerakdan chiqqandek, harakatdan qolib qolgan, tirishchanlikni yo'qotgan jismmi kardan chiqadi. Moddiy taraqqiyot insonlarga turmushda ko'plagan o'ng'ayliqlarni ilib kelgan bo'lsa-mu, ularga yana ko'plagan baxtsizliklarni ilib keldi. Biz kichik vaqtimizda dadimiz ish o'rniga asosan mengib boradi. Ba'zilari velosiped bilan boradi. Bizmi maktabga mengib boratdik. Dehqon etizga katminini ko'tarib mengib boradi. Muallim maktabga somkasini ko'tarib mengib boradi. Hunarvan do'koniga mengib boradi. İnsanlar yana ko'ldan suv akilishdek, ho'ylini supurib tozalab, suv chichishdek oilaning jafoliq ishlarini qiladi. Ish qilib tirikchilik jafoliq, ammo to'limi halovatlik edi. Uçaqlarda qon besimi, diabet, xolesterin deydigan kasalliklarni anglab baqmagan edik. Kishilar o zamonlarda o'zining tan salomatligini saqlab qolish uchun zamonimizdek ko'p pul xarjlamaydi. O zamonlarda oqshimi baldir uxlab, atigan sahar turish odati hukm suradi. Shunga atiganda ballarmi ruhliq va tetik holda maktabga boradi. Ota-onalarmi ruhliq jonliq edi. Hech bir kasaldan dardlanmaydi. Chunki u chaqlarda biz Allah Taolaning harakatni hayotlikning nishonasi qilib, kechini uyquga, kunduzni tirikchilikka xos qilib bekitayotgan qonuniyatiga zid ish qilmaydik. Ammo zamonimizda bo'lsa, bizning turmushimizda ko'plagan o'ng'ayliqlar barliq keldi. Natijada biz burunqidek jafo tortmaydigan bo'ldik. Ballar maktabga mengib bormaydi. Biz ish o'rnimizga mengib bormaymiz. Ko'pinchimiz uyimizdan lift bilan tushimiz, mashinaga o'tiramiz, yana lift bilan ishxonamizga chiqamiz. Hatto masjidga ba'zida mashina bilan boramiz. Asosan hech kim piyoda mangmaydi. Bularning hammasi albatta yaxshi. Ammo biz bu o'ng'ayliqlarga erishish bilan birlikda ziyonnimi oz tortmadik. Eng cho'ng tortgan ziyonimiz bo'lsa, harakat qilmaslik yoki harakatni oz qilish bo'ldi. Har kuni az deganda yarim soat mengib berish hozirgi tibbiy mutaxassislarning muhim tavsiyalaridan biriga aylanib qolgan bo'lsa-mu, biz 1 soat televizorning oldida yoki undidorda suhbatlashib o'tirishni yarim soat mengishdan afzal ko'ramiz. Halbuki kunda yarim soat mengib berish bizga hargiz qiyinga to'xtamaydi. Vaqtimizni olmaydi. Ammo biz qornimizni liq to'ldirilish orqali o'zimizda zapas energiya to'plab olib, bu energiyani chiqarish uchun harakat qilmaymiz. Ziyoda energiyani sarf qilishga tirishmaymiz. Natijada bu bo'shliqdan biz burun anglab baqmagan turli kasalliklarni tepib olamiz. Chunki biz rahat izlash, jafodan qochish, tirishchanlikni qo'ldan berish orqali Alloh Taolo koinotda bekitayotgan harakat qilib turish, tirishish, astul jafo tortish qatorliq tabiiy qonuniyat bilan zidlashdik. Shunga bu qilmishimizning jazosini kasalga giribdor bo'lish, o'zimizni baxtli his qila olmaslik qatorliq ziyon zahmatlar bilan to'yladik. Chunki Alloh Taoloning ikki qonuni bor. Onun biri kainatda bekitayotgan qonunida bo'lib, u ishlagan tishlaydi. Harakat tiriklarning shuari.
kecha uxlashning, kunduz tirikchilikning vaqtidir. Kasaldan saqlaning, keyin davolanishdan afzal degan ma'nodagi tabiiy qonuniyatlar bo'lib, bu qonuniyatlarga xiloflik qilganlar qilmishning jazosini dunyoda har xil baxtsizliklarga uchrash orqali tortadi. Alloh taolaning ikkinchi qonuni shariat qonuni bo'lib, u qil va qilma degan ikki so'zga markazlashadi. Ya'ni Alloh taolaning buyurganlarini o'rindab, uning to'sqanlarini tashlash ikki olamlik xotirjamlikning va baxt saodatning kepilidir. Bu qonunga xiloflik qilish o'zini avval bu dunyoning azoblariga, ondan oxiratning azobiga tutqanlikdir. Alloh taolaning har ikki qonuniga amal qilgan odam moddiy ma'naviy jihatdan hech qanday ziyon zahmat kechirmaydigan, ikkili olam baxt saodatlik hayot kechiradigan odamdir. Ya'ni biz Alloh taolaning kechini kiyim qildik, kunduzni tirikchilik qiladigan vaqt qildik degan qonunga xiloflik qilib, kechini uyg'oq yurishga, kunduzni xususan atiganlik vaqtni uxlashga xos qilib oldik. Buning bilan o'zimizni har xil kasalliklarga duchor qildik. Tibbiy mutaxassislarning kechis uxlamay, kunduz uxlashning tan saqligi bo'lgan ziyin to'g'riliq aytganlari bizni bu to'g'ri ko'p so'zlab o'tirishdan behojat qiladi. Kechis uxlamay, kunduz uxlashning tan saqligiga yetkazadigan ziyindan boshqa ishlab chiqarish bo'lgan ziyinimi oz emas. Demak, oilamizdagi elektronlik jihozlar bekor buzilmaydi. Faqat uning ishlatish qoidasiga xiloflik qilgandala buzildi. Xuddi shuningdek bizning tan salomatligimizmi Alloh taolo bekitib o'tgan qonuniyat bilan zidlashgandala buzildi. Payg'ambar alayhissalom nurg'un kishilar qadrini bayqay olmaydigan ikki narsa bor. Uning biri tan saqliq, yana biri vaqtdir degan. Keling qarindishim. Tan saqliqdan iborat bu katta ne'matdan ayrilib qilishdan burun tan saqliqning qadrini bilaylik. Hech ish qila olmaydigan bo'lib qilishdan burun bo'sh vaqtimizni qadrlaylik. Vaqtimizni o'zimizga va insoniyatga foydali ishlar bilan o'tkazaylik.